Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qozog'istonda o'zidan ko'cha yasab olgan erkak o'zbekistonliklardan ulush talab qildi. Venesuela koloniya emas. Delsi Rodriguez Trampning 51-shtat haqidagi iddaolarini rad etdi. Rossiyada Putin dunyodagi eng qudratli deb atagan Sarmat raketasi sinovdan o'tkazildi. Serbiya tarixda ilk bor NATO bilan harbiy mashg'ulot boshladi. Qirg'izistonda tashrif ishi sudga oshirildi. Endi esa batafsil. Yaqinlaringizni xursand qilishni xohlaysizmi? Sizga kutilmagan qo'ng'iroq xizmatimizni taklif qilamiz. Ota-onangiz, do'stlaringiz va barcha yaqinlaringizga sizning nomingizdan eng samimiy va eng ezgu tilaklarni unutilmas tarzda yetkazib beramiz. Tug'ilgan kun, bayram tabriklari, uzrnomalar va shu kabi barcha xizmatlar bizda mavjud. Chet davlatda yurgan yaqin insonlaringizga ham tabriklar yo'llab beramiz. YouTube'dagi kutilmagan qo'ng'iroq kanalimizda bizning xizmatlarimiz bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va hoziroq tabriklarga buyurtma bering. Qozog'istonda o'zidan ko'cha yasab olgan erkak o'zbekistonliklardan ulush talab qildi. Qozog'istonning Turkiston viloyatidagi Qoplonbek chegara o'tkazish punktida noma'lum shaxs 6 qirrali atvertka bilan qo'rqitib O'zbekistondan o'tgan shaxslardan ulush talab qildi. Viloyat politsiya departamenti mazkur holat yuzasidan izoh berdi. Boshqarma matbuot xizmatiga ko'ra, Turkiston viloyati Sarag'ash tumanidagi Qoplonbek o'tkazish punktida sodir etilgan noqonuniy xatti-harakatlar yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat sodir etganlikda gumonlanib, muqim yashash joyiga ega bo'lmagan 43 yoshli ishsiz Turkiston viloyati fuqarosi qo'lga olingan. Gumonlanuvchi Sarag'ash tumani politsiya boshqarmasining vaqtinchalik saqlash hibsxonasiga joylashtirilgan. Hodisaning qachon sodir bo'lgani ochiqlanmagan. Bildirilishicha, hozirda zarur tergov harakatlari olib borilmoqda. Politsiya har qanday noqonuniy xatti-harakat Qozog'iston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq javobgarligi sabab bo'lishini eslatib o'tgan. Chegara oldi hududlarda jamoat tartibi va fuqarolar xavfsizligini, shu jumladan davlat chegarasini kesib o'tayotgan shaxslar xavfsizligini ta'minlash alohida nazoratda, deyiladi xabarda. Venesuela koloniya emas. Delsi Rodriguez Trampning 51-shtat haqidagi iddaolarini rad etdi. Venesuela muvaqqat prezidenti Delsi Rodriguez uning mamlakati AQShning 51-shtatiga aylantirish niyatida emasligini ma'lum qildi. Bu bayonot AQSh prezidenti Donald Trump ushbu masalani jiddiy ko'rib chiqayotgani haqidagi gaplardan so'ng yangradi. Bu haqda CNN xabar berdi. Rodriguez bu gaplarni Gaga xalqaro sudidagi ishtiroki doirasida aytdi. U qo'shni Gayana bilan bo'layotgan hududiy nizo bo'yicha eshituvlarda qatnashdi. Biz o'z yaxlitligimiz, suverenitetimiz, mustaqilligimiz va tariximizni himoya qilishda davom etamiz. Venesuela koloniya emas, balki erkin mamlakatdir, dedi Rodriguez. 11-may kuni erta tongda Donald Trump Fox News telekanaliga bergan intervyusida Venesuelani AQShning 51-shtatiga aylantirishni jiddiy o'ylayotganini aytgan. Bu haqda Fox News teleboshlovchisi John Roberts ijtimoiy tarmoqlarda xabar qoldirgan. Oq uy bu masala bo'yicha izoh bermadi. Trump bungacha Kanada va Grenlandiya haqida ham shunday gaplarni ta'kidlaganda. Trump ma'muriyati 8-may kuni Venesueladan yuqori darajada boyitilgan uran zaxiralarini olib chiqib ketdi. AQSh energetika vazirligining ma'lum qilishicha, Trampning qat'iy rahbarligi ostida Venesueladagi tadqiqot reaktoridan 13,5 kilogramm uran olib chiqilgan. Rossiyada Putin dunyodagi eng qudratli deb atagan Sarmat raketasi sinovdan o'tkazildi. Rossiyada Sarmat ballistik raketasi muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazildi. Mamlakat prezidenti Vladimir Putinning so'zlariga ko'ra, uning quvvati istalgan g'arb analogidan yuqori. Bu haqda Kreml saytida xabar berildi. Qayd etilishicha, Sarmat nomli qit'alararo ballistik raketaning sinovlari kecha 12-may kuni bo'lib o'tgan. Strategik raketa qo'shinlari qo'mondoni Sergey Karakayevning so'zlariga ko'ra, u sovuq urush davrida ishlab chiqarilgan Voyevoda majmuasi o'rnini egallaydi. Jangovar imkoniyatlari bo'yicha Sarmat o'z o'tmishdoshidan ustundir. Ayniqsa uchish masofasi, olib chiqiladigan yuk vazni, uchishga shaylik darajasi va mavjud hamda istiqboldagi raketaga qarshi mudofaa tizimlarini kafolatli yengib o'tishga imkon beruvchi vositalar majmuasi bilan ajralib turadi.
Sarmat raketa majmuasiga ega uchirish qurilmalarining joylashtirilishi strategik yadroviy kuchlarning yerdagi guruhlari jangovar imkoniyatlarni, obyektlarni kafolatli yo'q qilish va strategik tiyib turish vazifalarini hal qilishda sezilarli darajada oshiradi, deydi Karakayev. Vladimir Putin Sarmat raketasi ustidagi ishlar 2011-yilda boshlanganini ma'lum qilgan. Bu dunyodagi eng qudratli raketa majmuasidir. Yetkazib beriladigan jangovar zaryadning umumiy quvvati mavjud bo'lgan eng kuchli g'arb analogidan 4 barobar ko'p. Ikkinchidan va eng muhimi, raketa nafaqat ballistik, balki suborbital trayektoriya bo'yicha ham harakatlanishi mumkin. Uchinchidan, bu 35 ming kilometrdan ortiq masofada qo'llashni ta'minlaydi. Ayni paytda aniqlik ko'rsatkichlari 2 barobar yaxshilangan va nihoyat mavjud hamda istiqboldagi barcha raketaga qarshi mudofaa tizimlarini yengib o'tish imkoniyatiga ega, dedi Putin. Qayd etilishicha, Sarmat 2026-yil yakuniga qadar jangovar navbatchilikka qo'yiladi. Serbiya tarixida ilk bor NATO bilan harbiy mashg'ulot boshladi. Serbiya tarixida ilk bor mamlakat hududida NATO bilan hamkorlikda harbiy o'quv mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Bu haqda Serbiya Mudofaa vazirligiga tayanib Deutsche Welle xabar berdi. NATO va Serbiya mashg'ulotlari alyansining tinchlik yo'lida hamkorlik dasturi doirasida o'tkazilmoqda. O'quv mashqlari 23-mayga qadar davom etadi. Unda Serbiya, Italiya, Ruminiya va Turkiyadan qariyb 600 nafar askar ishtirok etmoqda. Shuningdek, Germaniya va boshqa NATO davlatlaridan kuzatuvchilar ham qatnashmoqda. Bu juda muhim mashg'ulotlardir. Serbiya mezbon davlat va mashg'ulotlar mamlakatning harbiy betaraflik siyosatiga to'liq rioya qilingan holda o'tkazilmoqda, dedi NATO rasmiysi. Bolqondagi ko'plab qo'shnilardan farqli o'laroq Serbiya Shimoliy Atlantik alyansiga a'zo emas. Belgrad buni o'zining betaraflik siyosati bilan izohlaydi. Shunga qaramay, mamlakat qariyb 20 yildan beri tinchlik yo'lida hamkorlik dasturining a'zosi hisoblanadi va alyans mashg'ulotlarida muntazam qatnashib keladi. Shu bilan birga Serbiya Rossiya bilan do'stona aloqalarni saqlab qolgan. Mazkur mashg'ulotlar bevosita NATO bilan hamkorlikda Serbiyada tashkil etilgan birinchi tadbirdir. Uni tashkillashtirishda Serbiya quruqlikdagi qo'shinlari va NATOning Italiyadagi qo'shma kuchlari qo'mondonligi ishtirok etdi. Qirg'izistonda tashrif ishi sudga oshirildi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi sobiq raisi Qamchibek Tashiyevga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi maxfiy tasnifi ostida sudga oshirildi. Bu haqda advokat Ikramiddin Aytkulovga tayanib Nur Kazakistan xabar berdi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi Tashiyevga nisbatan ayblov xulosasini tasdiqladi. Advokatning so'zlariga ko'ra, ish mazmunan ko'rib chiqish uchun Bishkek shahrining Pervomayskiy tuman sudiga yuborilgan. Mazkur ishda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi sobiq rahbari bilan birga yana 7 nafar ayblanuvchi ishtirok etmoqda. Tashiyev hokimiyatni zo'rlik bilan egallash yoki ushlab turish, shuningdek konstitutsiyaviy tuzumni zo'rlik bilan o'zgartirishga qaratilgan harakatlar va mansab vakolatini suiiste'mol qilish moddalari bilan ayblangandi. Gap ushbu moddaning 2 va 4 qismlari haqida ketmoqda. Ya'ni mansabdor shaxs o'zi yoki boshqalar foyda olish maqsadida yoxud boshqa shaxsiy manfaatdorlik asosida sodir etgan harakat nazarda tutilgan.